Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugun Toshkent shahri misolida aytilgan barcha masalalar butun respublika huquq-tartibot idoralariga birdek tegishli. Agar Qurbonov, Toshpo'latov, Jo'rayev, Yo'ldashev, Valiyev, Toshqulov, Mavlonov, Po'latov uyushgan jinoyatchilik, giyohvandlik, kiber jinoyatlar va yashirin iqtisodiyot bo'yicha jilovni qo'lga olib, xodimlarning dunyoqarashini o'zgartirsa, ularni yangicha ishlashga o'rgatsa, albatta natija bo'ladi. Maylisbozlik emas, tizim qilish kerak, tartib qilish kerak. Biz o'zgartirmasak, O'zbekistonga kelib hech kim bu sohani o'zgartirmaydi. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun 4 ta yo'nalish bo'yicha mutlaqo yangi tizim bo'ladi. Buni birinchi navbatda Toshkent shahridan boshlaymiz. Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha poytaxt namunasi joriy etiladi. Har bir vazir bittadan tumanga biriktiriladi. Ular mahallada yurib, kriminogen vaziyatni o'rganadi, tuman mas'ullarini ishlatib, aholining muammolarini yechishga javobgar bo'ladi. Jilovlasa bo'ladi agar adolatli tizim qilsak. Bo'ladi, men ishonaman. Xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi bizni. Huquq-tartibot oliygohlari o'z vazirining yonida turib, pastdagi muammolarni ilm bilan hal qiladi va metodik tavsiyalarni tumanda joriy etadi. Oliygoh kafedralari 6 oy davomida mahallaga tushadi, mahalla yettiligi va huquq-tartibot xodimlarini yagona dastur bo'yicha o'qitadi. Huquq-tartibot oliygohlari 3-4 kurs talabalari ham dual ta'lim asosida profilaktika va jamoat tartibini saqlash xizmatlarida amaliyot o'taydi. Shunda profilaktika sohasiga bilim boradi, ilmiy natija bo'ladi, metodika yangidan bo'ladi, O'zbekiston tajribasi bo'ladi, yoshlarning bu sohaga ishtiyoqi oshib, tartib va intizom bo'ladi.